Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarning ilm-fan sohasidagi faolligi tobora ortib bormoqda. Davlatimiz tomonidan ularning ta'lim olishi va ilmiy izlanishlar olib borishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ular har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa ekologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy ishlar bu e'tiborning yaqqol ifodasidir. Bugun biz suhbatlashmoqchi bo'lgan qizlar ham atrof muhitni asrashda va ekologik muammolarga yechim topishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Siz tadqiq qilayotgan ekologik madaniyat tushunchasini oddiy qilib tushuntirib bering. O'zi bu jamiyat hayotida nimani anglatadi? Ekologik madaniyat tushunchasi bu insonlarning tabiatga, atrof-muhitga hamda tabiiy resurslarga bo'lgan ongli, mas'uliyatli hamda ehtiyotkorona munosabatidir. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, ekologik madaniyat suvni tejashda, chiqindilarni to'g'ri tashlashda, ularni saralashda hamda daraxt ekishda yoki yashil hududlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishda namoyon bo'ladi. Sizni ilmiy ishingiz asosida aholini ekologik ongini oshirish uchun qanday samarali usullarni taklif qila olasiz? Ilmiy ishim doirasida bir necha samarali usullarni aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, ekologik madaniyatni oshirish uchun avvalo ekologik ta'lim va tarbiyaga urg'u berishimiz kerak. Ekologik ta'limni muntazam va uzluksiz yo'lga qo'yish, maktabgacha ta'lim, maktab hamda universitetda hamda mahallada muntazam o'rgatib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar hamda raqamli platformalar, mobil ilovalar orqali ham ekologik bilimlarni oshirish hamda ekologik xatti-harakatlarni, ekologik odatlarni shakllantirish mumkin. Yosh olima sifatida ekologiya sohasini tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Men siyosatchi sifatida ekologiya sohasini tanlaganman. Bunga sabab dunyoda va O'zbekistonda bo'layotgan ekologik muammolar meni qiziqishimni orttirdi. Bu qiziqishim natijasida ekologik siyosat yo'nalishida ishimni davom ettirishga qaror qildim. Qunduzxon, siz o'rganayotgan antropogen yuklama tushunchasini oddiy tilda tushuntirib bering. Bu shahar hayotida o'zi nimani anglatadi? Bu aholining tabiatga bo'lgan ta'sirini ko'rsatadi, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita. Aholi qanday qilib tabiatga ta'sir ko'rsatishi mumkin? Avtomobillar birinchi o'rinda o'sha havoni ifloslantiruvchi vosita hisoblanadi. O'zidan chiqaradigan zararli gazlar orqali atmosferani ifloslantiradi. Va undan tashqari yashil hududlarni qisqarishi. Keyingi paytlarda Toshkent shahrida qurilish juda keng tus olgan va bu ham o'z navbatida atrof muhitga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hozir siz ishlab chiqayotgan model amalda qanday foyda beradi? Bu orqali ekologik muammolarni qanday oldini olish mumkin? Ilmiy rahbarimiz bilan aholining Toshkent shahri ekotizimiga bo'lgan ekologik bosimini ustida ish olib bormoqdamiz va bunda biz geoaxborot tizimlaridan foydalanamiz. Toshkent tumanlarida ko'p ekologik bosim, bu hotspots deb nomlanadi. Biz aniqladik, qayerda o'sha avtomobil yo'llari kesishgan joylarda aholi qatnovi ko'p bo'ladi. Ekologik bosim ham ortadi. Ekologiya sohasini aynan tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Har bir inson o'zi yashab turgan joyni, atrof muhitni, qayerda yashayapti, qanaqa muhitda yashayapti, uni havasidan xabardor bo'lishi kerak. Prezidentimiz ham ekologik ta'limga katta e'tibor beryaptilar va yaqinda chiqqan 110-qarori asosida 14 ta viloyatda har birida ekologik texnikumlar ochiladi. Bu yordam beradiki, o'sha maktab tomonidan o'sib kelgan o'quvchilarni ekologik bilimini oshirishga. Kelajakda bu sohadan ketib yosh avlodga ekologik bilim berish niyatidaman. Yosh olimalarning bunday izlanishlar olib borishi ekologik muammolarga yechim topishda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda. Qolaversa, ularning ilm-fanga bo'lgan qiziqishi va intilishi tobora ortib borayotgani yanada quvonarli.